20-avgust Tadbirkorlar kuni munosabati bilan qabul qilingan Prezidentimizning tegishli farmon va farmoyishiga muvofiq mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlash, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, ishlab chiqarish va eksport salohiyatini yuksaltirishga qo'shgan munosib hissasi uchun bir guruh surxondaryolik tadbirkorlar davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Ularning 3 nafari yuksak orden va medallar, 7 nafari esa faol tadbirkor ko'krak nishoniga munosib ko'rildi. Mukofotlarni topshirish marosimi haqida tayyorlangan lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Mamlakatimizda tadbirkorlikni har tomonlama rivojlantirish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash alohida e'tibordagi masala. Negaki soha rivoji tufayli iqtisodiyot o'sadi, ish o'rinlari ko'payib, aholi daromadli bo'ladi. Surxondaryo viloyatida ham bu yo'nalishdagi tizimli ishlar natijasida tadbirkorlar soni so'nggi yillarda 3 karra oshib, bugun 31 ming nafardan oshdi. Biznes egalariga yaratilgan keng sharoitlar natijasida joriy yil birinchi yarim yillikda 550 ming yangi ish o'rni yaratilgan. Bu yuksak natijaga hissa qo'shayotgan ishbilarmonlar faoliyati ham e'tirofga loyiq albatta. Prezidentimizning tegishli farmon va farmoyishi bilan yuksak mukofotlarga munosib deb topilgan surxondaryolik tadbirkorlarga orden medallar tantanali ravishda topshirildi. Davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, mahalliy hokimlik mutasaddilari va xususiy sektor egalari qatnashgan tadbirda so'z olganlar yurtimizda halol mehnat qilib, oilasiga, mahallasiga, vatani rivojiga hissa qo'shaman degan kishi borki, barcha yo'llar ochiq ekanligini ta'kidlashdi. Muhtaram Prezidentimizga ming rahmatlar aytib, bizni ozgina qilgan mehnatimizni shunchalik shuhrat medali bilan e'tirof etdilar. Bu medal bizga juda katta kuch, motivatsiya berdi. Ko'p qavatli binolar quramiz, ko'p qavatli turar joylarni quramiz. Hozirgi kunda biz tasavvur qilmagan imkoniyatlarni berdilar prezidentimiz. Yana ham qancha rahmat aytsak ham muhtaram prezidentimizga kam. 10 yil oldin tasavvur qilmagan yutuqlarga erishdik. 10 yil ichida oldin biz ishni boshlagan paytimiz, masalan, ish o'rnimiz 50 ta 30 ta yaqinda ishlar edik. Hozirgi kunda 1000 ga yaqin ish xodimimiz bor. O'zbekistonda tadbirkorlarga berayotgan prezidentimiz imkoniyatlaridan manaman degan kerak bo'lsa mana bu chet el nimalar bilan shartnoma qilib ishlaganimizda bizni O'zbekistonda tadbirkorlarga havas qiladi. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Mana shunday biz ayollar tadbirkorlarga shunchalik e'tibor, e'tirof, e'zozlagani uchun. Kichkina bir mahallada oddiy o'zim pishiriqchiman. Boshlaganimga 3-4 yil bo'ldi. Qo'limda hozir 30 nafar ishchim bor. Menga berilgan bu e'tibor, mana bunday nishonlar albatta bizlarga tadbirkorlarga katta motivatsiya bo'ldi. O'zim men o'g'limga bu ishni topshirmoqchi edim. Hozir bugungi bu nimadan keyin men endi yo'q, o'zim ishlayman endi. Endi men yanada ishchi sonini ko'paytiraman. Ishchi o'rinlar, mana ishsiz uyda o'tirgan ayollarni ishli qilaman. Uy sharoitida boshlaganman bu ishni, lekin mana hozirgi kunda katta sex qilib bergan mana viloyat hokimiyati. Sharoit juda zo'r. Men oldin savdo nimasida ishlaganman, juda qo'rqar edik. Sog'liqdan keldi bo'lib qolar edi-da. Ana shuning uchun mana hozir hech narsadan qo'rqish yo'q. Hozir maza qilib ishlaymiz. Begali Hasanov ham faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Bu menga yanada shijoat baxsh etadi, deydi u. Shu paytgacha menga yaqin ish o'rni yaratgan ishbilarmon endilikda 3000 nafar ayollarning bandligini ta'minlamoqchi. Prezidentimiz tomonidan faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Bu ko'krak nishoni juda katta motivatsiya bo'ldi. Yurtboshimiz tomonidan hozirgi kunda biz tadbirkorlarga cheksiz imkoniyatlar yaratib berilgan. Shu kungacha 1000 ta odamni ish bilan ta'minlagan bo'lsam, endi 10 ming ta odamni ish bilan ta'minlayman. 3 yildan beri qurilish sohasida kelyapman. Savdo, maishiy xizmat ko'rsatish nuqtalarini yaratdim. Oldimga qo'ygan maqsadlarim juda katta. 5 gektarlik katta yer maydoniga 3000 o'rinli ko'p tarmoqli bozor quryapman. Qurilish ishlari 70% ga yaqinlashib qoldi. Hozirgi kun to'g'risini aytsam, tadbirkorlarning zamoni bo'ldi. Qaysi tashkilotga borsak, hech qachon bizni vaqtimizni olmasdan tez hujjatlarimizni imzolab yordam bo'lsa, biz tadbirkorlar uchun bo'lyapti. Prezidentimizga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Ko'rsatilgan e'tibor butun surxondaryolik tadbirkorlarni yutug'i deb hisoblayman. Bitta meniki emas. Tadbirkorlar bilan yelkama-yelka turib, aholini ish bilan ta'minlashga so'z beraman. Aytish kerakki, bugun yurtimizda ishbilarmonlik sohasiga mutlaqo yangi muhit, yangi nafas va yangicha qarashlar kirib kelyapti. Albatta, buning natijasida hududlar iqtisodiyoti mustahkamlanib, aholi bandligi ta'minlanadi.